bilan maslahatlash bor. Qanaqa? O'g'lingizni uylantirib qo'yaylik. Kimni uylantiramiz? Ibrohim Pishay qiziga. Siz dadasi bilan borib gaplashib keling. Keyin ayollar borib o'zimiz maslahat etamiz to'ylari. Ha, nimaga borib kelaydi? Hisobchilikka. Ha, ana shunga. Ha. Boramdan keyin nimalar o'tirmang, tushundingizmi? Makchillar. Dangal ayting. Hisobchilikka ketib to'y boshlaymiz deb. Tushundingizmi? Menga nima qilish o'rgatma qo'ydim. Tushundingmi? Men o'zim bilaman nima qilish. O'g'lim qizingga nima qilibdi? Nima qilibdi? O'g'il bacha bilan qiz bacha Nima qiladi meni qizim o'g'ling? To'xtang, men qarang. Men so'zimni tushuntiraman. Qizingizni yaxshi ko'raman. Biz sovchilarga keldik, dadamning Ha, ana shu nima? Ana shunga Shunday demaysanmi? Fikra nima deysan? To'y qilamizmi? To'y qiladigan bo'lsak, meni shartlarim bor. Meni oyog'im tagiga bitta qora jint. Ana. Ha. Odamlardan farq qilib turish uchun qizimni to'ydagi ovqatlar fil go'shtidan bo'lish kerak. Xullas, meni ustima gursidan kastim. Oyog'ima do'jji gabanadan oyoq kiyim bo'lish kerak. Nimasi ham kerakmi? Nima emas? Yo, so'kinish so'zini tarjima qila olmayman. Rozi bo'lsanglar shu shartlarimga to'y qilamiz. Ha, Ibrohim Kishak. Qizing nimaga tiq? Nimami? O'yiza. Ha, ana shu, ha. Bizara kerak emas qizing. Davay. Ketdik, nima qilaylik? Bu 30 yosh to'ylanasan, tushundingmi? Bironta qiz topma shuni yoshacha. Nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Bilgandim. Ikkalalaring qo'lingdan hech ish kelmasligini bilgandim.